Assalomu alaykum. Xayrli tong azizlar. Mana shu bugun yana bitta obyektimiz bitdi. 50 kilovatli quyosh paneli stansiyasi o'rnatildi. Gruppalar soni ajratildi va bu qilishimizda Longehemi X10 635 wattlik paneldan foydalanildi. Kabellarimiz 6 kabel ishlatildi. Kilovat 50 kilovat. Panellar soni 79 taga qo'yildi. Metal atsinkovka. Shetlar joy-joyida mana. Hammasi joy-joyida. DC uzib rahnetil hammasi qo'yilgan. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.